Emizish davridan o'tganimizdan so'ng ayollarimizni ko'kraklari kichkina bo'lib qoladi. Bunga yechim bor albatta, xavfsiz usul. Juda ham ko'p kelayotgan savollardan bir nechtasiga javob bermoqchiman. Ya'ni yiringlab ketadimi? Yo'q. Yiringlab ketmaydi. Operatsiya va og'riqsiz va narkozsiz bo'ladi bizda. Mana bitta kanyula yordamida bo'ladi. Siz uxlab qolmaysiz. Birinchi asosiy sababi meni eng o'zimni yaqinlarimda bor. Ikkinchi asosiy sababi o'zimda, ko'kragimda ham, po'pamda ham xuddi shu kollagen muolajasi bor. Uchinchi asosiy real sababi o't so'xsiliga qancha oldin quyuvdik? 2 yil oldin. Ko'kragingiz popangizga qanchadan quyuvdik? Popamga 1,5, ko'kragimga 900 gramm. Quyganmiz Namanganda. Xo'p, endi ko'kragingiz bilan popingiz sog'lom turibdi. Hozirda opalarim olib kelibdilar. Ya'ni bundan 1 oy oldin olib kelganlar opalarini ham ko'kragiga 100 dan qo'yib berganmiz. $250 qo'yib berganmiz u paytda. $250 qo'yib berganmiz. Qizlar, hozir meni eski patsientlarim biladi. $150 dan modelga olyapman. Instagramga qo'yilmaydi. Shaxsan o'zim qatnashaman va shogirdimga o'rgataman. Bizda juda ham ko'plab shogirdlar olinadi. Endi kommentariyaga Gulyuz so'zini yozsanglar, ko'kragini ochiqchasiga do'yib qo'ysanglarni ko'rishinglar mumkin.